Bugünkü şiirimizi başlayımız, hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2022 yıl 8. ayının 9. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetten gep eytidigan bolsak, birinci bulup Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden Android doğrusu Devlet Meclisi oturup qo'ygan ma'qullagan qonunga imzo qo'ydi. Men bir hafta burun imzo qo'ydi deb tikemme kechiringlar. Vaqtida xato ko'rib qolibman da xabarini. Bugun tunigillati imzo qo'ydi. Ikkinchisi, hozir shundoq deyishga bo'ladiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir milliy qahramoni Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi hanım Asiyadagi ziyoratini oxirlashtirib Washingtonga qaytib keldi va muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda ikki jumla so'z qildi. Jungo Kompartiyasi Tayvanni yetim qoldirmoqchi, lekin biz Tayvanni yetim qoldirmaymiz, ularga qo'l chumoq bo'lmaymiz. Ikkinchisi, Amerika Davlat Majlisi Jungo Kompartiyasining popoza tahdidlerden qo'rqib qolmaydi dedi. Üçüncü so'zlagan so'zi hozir Rais Xi Jinping qo'rqib ketgan zo'ravonga yoki qo'rqib ketgan qaraqchiga aylanib qoldi dedi. Bu Nancy Pelosi xonimning Washingtonda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, yana Osiyo ziyoratini oxirlashtirib, Washingtonda muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda so'zlagan so'zlari. Bundan başqa yana vaziyatlar ustida kelaylik-da. Bugunlati yoki tunigillati Amerika Qo'shma Shtatlari shtab boshliqlari birlashmasining raisi Mark Muller, general Mark Muller shundoq dediki, har bir tayvanlik ayol qo'longa qurol oldi. Mark Muller, general Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi shtab boshliqlari birlashmasining raisi Mark Muller, general Mark Muller dediki, har bir tayvanlik qo'longa qurol oldi dedi. Onda tor betidagi demokratlardan Jonning nazari dediki, hozir Tayvan bo'g'izining qoq o'ttirisida qop belda 20 dona harbiy parxod tirkashdi deydi. Bunun bir kısmı Tayvan'ın parxodları, bir kısmı Jungo'nun harbiy parxodları ekan. Bu bir vaziyat. Ondan keyin sizga bizga munosabatlik yana bir vaziyat shuki, vatandosh hozir Urumchi qamal qilindi. Eli oblast Yag'olji shahri qamal qilindi. Yana boshqa joylar qamal qilindi. Sababi va bahonasi shu bo'ldiki, virus apti yana baş ko'tardi deydi. Aytamanki, yolg'on. Hozir Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonida, mustamlik Uyg'uristonda virus aptining baş ko'targanligi yolg'on. Tibet qamal qilindi, virus apti yuz berdi dedi. Yolg'on. Tibet qamal qilindi, virus apti yuz berdi dedi. Yolg'on. Üçüncüsü Haynandao aralı, yani Jungo 3. chegara, dengiz chegarasi hisoblangan. Bu oralda 80 bin kishi yo'lovchi, sayohatga borgan yo'lovchi qamalib qoldi. Virus dedi, qamaldi, lekin shu 3 nuqtaga diqqat qilingki, vatandosh, Haynandao, Tibet, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni, mustamlik Uyg'uriston 3 rayon hozir virus opti bilan emas, siyosiy vaziyat opti bilan qamal qilindi desangiz bo'laverdi, hurmatli vatandoshlar. Undan keyin yana sizlarga aytadiganimiz shuki, vatandoshlar, bu vaziyatda masalan Jungo Tayvanga hujum qilamdi, Tayvan Jungo o'rtasida urush bo'lamdi degan masala bo'yicha Singapurning davlat boshlig'i Li Shallong dediki, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi ziddiyatlar qo'yiqlashdi. Tumalla qo'yiqlashdi, intayin xatar bir payt kirib keldi. Mushundaq bir paytda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining
komissariyatning komissari Michel Bachelet hanım vaqt to'shdi. 8-ayning 31-kuni xizmatdan ayrilasiz. Va'dangiz bo'yicha Uyg'uriston mustamlika, ya'ni Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar to'g'risida tayyorlangan kishilik huquq dokumentini e'lon qiling. Michel Bachelet hanım e'lon qilib o'ting. Michel Bachelet hanım 20 kun qoldi. İnsan biz Allah yaratgan alqandek dunyoda birga yaşaymiz. Meyli devlet chegaraları bağlanıp dursun, meyli devlet chegaraları ayrılıp dursun. Buna da qat'i nazar mushu yarışardı. İnsan biz Michel Bachelet hanım bu dokumentni e'lon qilib o'ting. 20 kun qoldi. Faqat 20 kun qoldi. Hozirgi vaziyat masalan Urumchida boshlangan qamal qilish, Şinjan Uyghur Avtonom rayonida, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda boshlangan qamal qilish, Tibetda boshlangan qamal qilish, hozir Jungoning vaziyati, dengiz bo'yi atrofidagi vaziyatlar emas, partiyaning ichki qismidagi ziddiyatlar. Hozir Rais Xi Jinping e'lon qildi. Michel Bachelet hanım dedi ki partiyaning ichida partiyaga qarshi guruh bor dedi. E'tirof qilishga majbur bo'ldi hanım. Shundaqla Xo'shijan haqiqatan o'zidan yana bir qahramonligini ko'rsatdi. Masalan, bir qahramonligi ijobiy tarafda, yana bir qahramonlik salbiy tarafda. Dediki, Jungoning ozodlik armiyasi Jungoning futbolchilariga o'xshaydi. Demekçi ki Jungoning futbolchilari hozir Jungodan chiqanmidi, hatta Osiyodan chiqanmidi futbol o'ynab. Dediki, Xo'shijan oxirida men tahlil qildim, Jungoning ozodlik armiyasi Jungo chegarasidan chiqolmaydi. Ular bo'zak qiladigan, ular qirg'in qiladigan ikki rayon Tibet Uyg'ur. Man mo'shularni bo'zak qila oladi demoqchimi? Unda demedi degan gapi Xo'shijanning nima debdi desanglar, Jungoning ozodlik armiyasi Jungoning futbolchilariga o'xshaydi de. Qaltis o'xshatishgan juma bu. Bu o'xshatishgan menda bo'ladi. Mana bunimi Xo'shijanning ikkinchi yoki ijobiy tarafdagi qahramonligi, birinchisi salbiy jihatdagi qahramonlik bo'lsa, bu ijobiy jihatdagi qahramonlik bo'lib qoldi. Sözümden ahir yana bir tekrarlay, Michel Bachelet hanım. Biz taqazza biz Uyg'urlar, Uyg'ur xalqi sizni kutib turibdi, dunyo kutib turibdi. Ayni chaqda buni e'lon qilish to'g'risida bu yilning 1-oyning 19-kunida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida McCarran bilan 2 nafar Davlat Majlisi a'zosi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Huquq Komiteti Uyg'urlar to'g'risida tayyorlagan dokumentni e'lon qiling degan edi. Biz bugun Uyg'urlar taqazzo bo'lib turibmiz. Michel Bachelet hanım bu dokumentni e'lon qilib o'tdi. Amimiz inson biz Uyg'urning tortayotgan kunlari, Uyg'urning beshiga kelgan kunlar, Uyg'urni azoblayotgan kunlar oxirlashishi kerak. Michel Bachelet hanım